Oldin futbol natijasini ba'zan bitta hakamning xatosi o'zgartirib yuborardi. Bugun esa texnologiya sababli bunday xatolar deyarli qolmadi. Chunki bugungi dunyo bitta narsani tushundi. Muhim qarorlar taxmin bilan emas, aniq tizim bilan qabul qilinishi kerak. Biz ham Virtus Tricot'da aynan shu tamoyil bo'yicha ishlashni tanladik. Ayniqsa yoqa va manjetlar ishlab chiqarish jarayonini boshidan oxirigacha qayta qurdik. Jarayonlar yangilandi, nazorat bosqichlari ko'paytirildi. Har bir detal bir necha marta tekshiriladi. Natijada inson omiliga bog'liq bo'lgan xatolarni imkon qadar kamaytirdik. Texnologiya hech qachon insonning o'rnini to'liq bosa olmaydi, lekin to'g'ri texnologiya tajribali inson bilan birlashsa, sifat tasodif emas, tizimga aylanadi. Virtus Tricot'da biz aynan mana shu tizimni quryapmiz.